Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun 28-yil Turkiyil dehqon bozoridan narx-navolar bilan tanishtiramiz. Bunimizda yangilar kanalımıza abone bo'lib qo'yamiz. Assalomu alaykum. Üzümler neden bo'ldi? 15 ming so'm Kishmish üzüm 15 ming so'm. Tiyalar ne? Tiyalar 15 ne? Kerem'inki 30 danası 10 ming so'm ekan. Assalomu alaykum. Ağa pomidor nalchalar neden? 1200 mingdan beramiz. 1200 mingdan berasiz. Bodring ne? Bodring ham shunday. Bodring ham shunday ekan. Assalomu alaykum sestra. Tiya neden bo'ldi? 16. Bodring ne? 2 kiloga 5 ming so'm. Alaykum sestra. Chesnoklar neden bo'ldi? 20'den 15'ten. Alaykum üzümler neden bo'ldi? Üzümler neden bo'ldi? 13. Şaptal ne? 10 mingdan. Assalomu alaykum yenge. Kerchika neden bo'ldi? 4 mingdan. Mesli kerchika. Pomidorlar neden bo'ldi? Pomidorlar neden bo'ldi? 3 kilosi 10 ming. Baklajan ne? 3 kilosi 10 ming so'mdan. Bolgarski 6 ming. Assalomu alaykum ağa. Chiyalar neden bo'ldi? 15'ten. Assalomu alaykumlar. Tarvuzlar neden bo'ldi? 2 ming so'm. Optoma 1600 so'mdan. Assalomu alaykum ağa. Pomidorlar neden bo'ldi? 3 kilosi 10'dan ekan. Bolgar ne? 5 ming so'mdan. Assalomu alaykum. Keşirler neden bo'ldi? 6 ming so'm kiloga. Optoma ne? Tamam şu bak ekan. Assalomu alaykum. Kerchikalar neden bo'ldi? 4,5 ming so'mdan. Отборный kerchika xaltaga 4 ming so'm. Piyaz ne? Piyaz 3 kilosi 10 ming so'm. 3 kilosi 10 ming so'm. 2200 so'm xaltaga. 2200 so'm xaltaga. Yo'q. Assalomu alaykum ağa. Piyazlar neden bo'ldi? Xaltaga 2 mingdan. Kerem ne? Kerem 3,5. Assalomu alaykum. Tarvuzlar neden bo'ldi? 2000dan. 2 mingdan kiloga. Optoma 1800. Assalomu alaykum ağa. Qovunlar neden bo'ldi? Qovunlar optima 7 ming so'm, kilosi 8 ming so'm. Optoma 7 ming kiloga 8 ming.